Endi operatsiyaga hamma har xil bo'lishi mumkin. Bir xildagi vizasi kechiksa 15 kun ham bo'lishi mumkin. Analizlar ichida 2 haftalarda kiradi, bir xil 3 haftada kiradi. Har xil vaziyat bo'lyapti. Bizimda hozirgina kechikdi. Xudoga shukr shunga ham. Xudo xohlasa erta operatsiyadan yaxshi chiqsak, shu bizlarga yetarli. Rossiyaga endi bizlar ham kelib ko'rib, hamma narsani bilib ko'rdik. 13 kunda, 14 kunda kirganlar ham bor. Lekin bizlarga mana donorimiz almashib qolgan. Bugun 23 kun bo'lyapti. Almashganga sal cho'zildi. Cho'zilmasa, lekin hamma narsa joyida bo'lsa, operatsiya shunchalik erta bo'lar ekan. Operatsiyaga endi bu yerda gastitsada şeyda yurib shuni bildimki, operatsiyaga kirgan har xil odamlar kimdir nimadir cho'zilyapti. Ko'p kishi shunaqa bir aytyapti, biz hali kirmadik, komitetdan ham o'tdik, bir hafta bo'lyapti degan gaplarni ham eshityapmiz. Endi bizda bu jarayon hozircha bo'lmadi. Bu jarayonga biz yetib kelmadik. Komissiyaga podvalga tushgandan keyin o'zimiz ko'ramiz. Operatsiyaga kirish vaqti qolgan bemorlarni kuzatib turibman. Agar to'liq o'zi bilan kelgan, misol donorida, o'zida kamchilik bo'lmasa, ko'pchilik bir hafta 10 kunga qolmay kirib ketishyapti.